нельзя согласиться с существованием суверенной Армении, или суверенной Грузии, или суверенного Азербайджана, суверенного Казахстана, суверенного Узбекистана, Таджикистана, Киргизстана. Ничего суверенного в этой новой модели существовать не может. Все, суверенитет закончен, национальные государства отошли в прошлое, это мусор. Это mусор. Xo'p, Solovyov janob oliylarning fikrlari chiqqaniga mana 10 kun bo'ldimi bilmayman, 2 hafta bo'lgani yo'q adashmasam. Yangi yilni bular xullas shunaqa boshlashdi. Yana qaytaraman, o'shanda ham aytdim. Birinchidan, bularning keti bor-ku, orqasi shunaqa kuyib ketyapti. Yashirabsiz, yonyapti orqam. Ko'ra olmayman uni. Venesuelani yo'qotgani uchun Eron yiqilishi mumkin. Ikkita eng katta, ikkita strategik joyda joylashgan, neft ko'p bo'lgan ittifoqchilarni yo'qotib qo'yish ehtimoli juda yuqori. Eronga yordam bera olmaydi, Eron ham ularga yordam bera olmaydi, Venesuelani yo'qotib bo'ldi. Endi bular nima qilmoqchi? Qanaqadir qilib o'sha, shovinizm, imperialistik g'oyalarni ushlab qolish kerak-ku. Tim bo'li urushda, tim bo'li 4 yildan beri hech narsa qila olmayapti bitta Ukraina uchun. Ukrainani bular o'zicha mensimayatuvdi. Endi bular boshqa sobiq Sovet ittifoqi MDH davlatlari, mustaqil davlatlar hamdo'stligi davlatlariga tashlashni boshlashdi. Chunki g'oyalarni ushlab turish kerak edi. Ushlab tura olmasa, mana bu xalqi ichida hozir propaganda orqali tiqqan g'oyalari bor-ku, fundamenti yo'q g'oyalar ekanligi aniq bo'lib qoladi. Kuchsiz Rossiyani ko'rsatib qo'yadi. O'shandan qo'rqishyapti. Endi birinchi narsa, Urus qullar, hurmatli o'sha O'zbekistondagi MDHdagi Urus qullar bor-ku, nima deydi, qulluq qiladiganlar Rossiyaga. Nima deysizlar endi? Qo'shib beringlar. Ochinglarda darvozani, Toshkent darvozani ochib berganlar bor-ku, o'shalarning avlodlari bo'lsanglar, shunday boringlarda kaltlarni berib ochib beringlar. Bu bir. Ikkinchidan, qaranglar, nimaga hali ham Solovyovga qarshi hali hech narsa qilinmadi tashqi ishlar vazirligi tomonidan. Prezident chiqib noroziligini ham bildirdi. Endi boshqa masala bo'yicha. Bu bir. Ikkinchidan, mudofaa xavfsizligi bo'yicha yangi konsepsiya e'lon qilamiz deyildi. Nimaga aytildi shu narsa? Uzr-ku, qo'polroq eshitilsa ham, tashqi ishlar vazirligi o'zimiznikimi yoki nima deydi, Kremlning bitta franshizasimi Toshkentdagi? Nimaga gapira olmaymiz biz? Tim bo'li hamma MDH davlatlariga aytishyapti bu gapni. Bu odam Aleksandr Dugin Putinning g'oyaviy nimasi, rahnamosi, mana shuni fikrlariga qarab yuradigan odam Putin deyshadi. Tushunasizlarmi, qayerga qarab ketyapti? Eng katta mana bu o'zini olim sanaydigan Rossiyani odamlari shu gaplarni aytayapti. Nimaga biz jimmiz? O'zbekiston ham, butun Armeniya hammani qo'shyapti, aytolmayman-ku. Kutib o'tiramizmi kirib kelguncha? Nima qilamiz? Nahot shuni tushunmasak?